Amerika prezidenti Donald Trump 2019-yil kriptovalyuta bu skam deb atadi, lekin 2024da esa o'zini kriptovalyutasini chiqardi. Xo'sh, bu 180 darajali o'zgarish qanday bo'ldi? 2019-yil iyul oyida Donald Trump kriptovalyuta bu skam, bu hech qanaqangi pul emas, men bularga ishonmayman deb aytadi. Lekin 3 yil o'tib 2022-yilda Donald Trump o'zini shaxsiy NFT kolleksiyasini bozorga chiqaradi va 2 soat ichida $4,5 million sotuv bo'lib, Donald Trumpga shuncha foyda olib keladi. Birinchi kolleksiyadagi ikkinchisi, undan keyin uchinchisi. Trump nima chiqarsa, uni muxlislari sotib olib turganini tushunadi va kriptovalyutada milliardlab dollar ishlash mumkinligini anglab yetadi. 2024-yil kutilmagan burilish, Trump o'zini shaxsiy meme coin yaratadi, ya'ni Trump coindir. Bir necha kun ichida Trump coin milliardlab kapitalishiga ega bo'ldi va biroz o'tib quladi. Donald Trump administratsiyasi bu holat bo'yicha shunday fikr bildirdi. Trump coin bu sarmoya emas, bu qo'llab-quvvatlash edi. Shunchaki klassika. Nahotki bitta odam 5 yil ichida 180 darajada o'z fikrini o'zgartirishi mumkin. Chunki u kriptovalyuta orqali yaxshigina daromad qilish mumkinligini tushunib yetdi. Va oddiy xalq Trumpni bitta Trump coinni sotib olib, qo'llab-quvvatlaymiz degan fikrni berib yeb qo'ygan bo'lsa, bu holatda yagona foyda chiqmaydigan odam bor edi. Topinglarchi kim? Baron Trump, ya'ni Trumpning o'g'li. Kriptovalyutada siyosatchilarning gapi eng ishonchsiz valyutadir. Chunki kecha ular kriptovalyutadan skam deyshadi, bugun esa o'z kriptovalyutasini chiqarishadi. Hozirgi vaqtda Trump nima deyishiga qiziqish kerak emas, Trump nimani sotib olib turganiga qiziqish kerak. Shuning uchun men 2024-yilda, ya'ni 2 yildan beri men Ustokin sun'iy intellekt signallariga sarmoya kirgizib boraman. Ustokin sun'iy intellekt Trumpning gaplariga qarab emas, u nimani sotib olib turganiga qarab menga tahlillar beradi. Ustokin sun'iy intellekt signallaridan foydalanish uchun uni yopiq hamjamiyatga qo'shilishingiz kerak. Profil ostiga havolan ustiga bosing, Telegramdagi adminga hay so'zini yozib qoldiring.